Demek u mashina 120 ming dollarga olingan. Bunisi-chi? Bu esa 500 ming atrofida turadi. 500 ming dollar. Примерно 700 ming 800 ming shu yashikda o'zida turibdi qoyil. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Kecha bu yigit bilan ko'rishgan edik, intervyu qilmoqchi bo'lganmiz, lekin juda qisqa bo'lib qolgandi va majbur bo'ldik. Ertaga davom ettiramiz. Bugun mana vaqt ajratib yana kelibdi. To'liq bugun intervyu qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu rahmatulloh. Bizlar qandaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun yana bir bor rahmat. Demak, kecha tugata olmagan ishimizni bugun davom ettiramiz. Xo'sh, Mizen, yoshingiz nechida? Bu yil 29 daman. Qachondan buyon savdo qilasiz? Deyarli 3 yil bo'ldi. Ha, demak 3 yil. Demak, ancha natijalarga erishgansiz. Ha, balkim. Mashinamda ko'rdingizmi? Ha, siz haqingizda ko'p narsalarni eshitdim yigitlardan. Keyingi savolga o'tsam, bizga tradingni boshlashdan avvalgi va keyingi hayotingizdagi farq haqida aytib bering. Ma'lumotingiz uchun, tradingga kirishdan oldin men yetkazib berish xizmatida ishlaganman. Ha, demak dastavshik bo'lgansiz. Maoshni o'ziga ishlagansiz. Qancha oylik olgansiz? 1000 ringgit xolos. Bu 250 dollar atrofida bo'ladi. Xo'p, aytaylik, cho'y haqi va boshqa pullar bilan 400-500 dollar. Shundaymi? Shundan boshlagansiz. Ha, qiyinchilikdan. Tradingga kirgandan so'ng hayotingizda nimalarni his qilishni boshladingiz? Shukr qilaman va xursand bo'laman. Chunki ilgari juda ham ko'p dam olmasdan tunu kun ishlaganman. Hozir esa hayotimdan rohatlanib yashayapman. Qimmat hayot tarziga erishdim. Keyingi savol shunday: hayotingizdagi pulga muhtoj bo'lgan eng qiyin davringiz qanday bo'lgan? O'ylaymanki, talabalik davrim bo'lgan. Deyarli barcha vaqtimni faqat o'qishga sarflaganman. Bilasizmi nima? Ba'zida vaqtimni ham, pulimni ham ovqatlanishga sarflashga qizg'onardim. Uni o'rniga faqat o'qishni afzal ko'rardim. Agar ko'proq o'qisam, ko'p pul topaman deb o'ylar edim. Demak, siz o'qishga investitsiya qilishni ustun qo'ygansiz. Ha, bilim birinchi o'rinda. Pullarimni tejashim uchun qimmat ovqatlarni yemasdim yoki keragidan ortiq ovqat olmasdim. Faqat qornim ochganda ovqatlanar edim. Shuning uchun faqat o'qishlikka harakat qilar edim. Demak, siz uchun o'sha davr eng qiyini bo'lgan. Ha, eng qiyini shu bo'lgan. Chunki o'sha paytda hatto ota-onamdan ham pul so'ra olmasdim. Chunki shu yoshda ulardan pul so'rashlikka uyalardim. Keyingi savol shunday: keling tasavvur qilaylik, qarshingizda trading sohasini umuman bilmaydigan, lekin unga qiziqgan ko'pgina odamlar turibdi. Ularga bir gap bilan qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? O'ylaymanki, yangi treyderlardan ko'proq bilim olish talab etiladi. Ko'p pul tikishdan boshlamang, chunki bilimingiz bo'lmasa, har qancha pul tiksangiz ham yo'qotasiz. Bilimsiz trading yo'q hisob. Demak, birinchi o'rinda bilim olish kerak. Ha, shunday, bilim olishlik juda ham muhim rol o'ynaydi. O'rtoqlar, mana tarjima qilib ham qo'yiladi. Birinchi o'rinda bilimga qaratish kerak, fokusni deyapti. Qancha pul tikilsa ham baribir yo'qolib ketadi. Bilimsiz agar bozorga kirilsa. Bu to'g'ri, buni hamma treyderlar aytadi. Keling, avtomobillaringiz haqida gaplashamiz. Balkim boshqa mashinangiz ham bordir. Ha, boshqa mashinam ham bor. Bu G63 Trabus Edition va mening boshqa mashinam Mercedes GLS. Uni 120 mingga olganman. Ha, demak u mashina 120 ming dollarga olingan. Bunisi-chi? Bu esa 500 ming atrofida turadi. 500 ming dollar.
o'rtoqlar, bu mashinasi примерно 500 ming atrofida aytyapti. Nargi mashinasi GLS ekan, GLS ekan. 120 ming atrofidagi avtomobil. Menimcha avtomobillardan boshqa yana erishgan narsalar bo'lsa kerak. Soatlarimni ko'rmoqchimidingiz? Ha, mumkin bo'lsa. Wow, bir dona emas, yo'q, bir dona emas. Kolleksiyami bu? Ha, shunday. Bu hammasi originalmi? Albatta. Bilmayman, soatlarda farqiga borman, lekin shu yoshda soatlarni o'zi menimcha qo'shganda avtomobildan qimmat bo'lsa kerak. Menga bularni bir ikkitasini narxini ayta olasizmi? Yoki hammasi necha pul turadi? 2-3 million ringgit. 2-3 million ringgit dollardachi? 800 ming dollar atrofida. 100 ming dollar? 800 ming dollar atrofida. Ha, 800 ming dollar atrofidami? Примерно 700 ming, 800 ming shu yoshda o'zida turibdi qoyil. Okay. Very cool. Bro. Berkitsam maylimi? Bu yerda ham biror narsangiz bormi? Ha, pullarmi? Bu ringgitmi? Ringgit. To'liq ochib ko'rsam maylimi? Albatta. Ol. Shu qancha? Almost Deyarli 100 ming. 100k. 100k ringgit. Dollarda qancha bo'ladi? 22 yoki 23 ming atrofida. You put always in your car this money? Or today you somewhere cash out? Yeah, cash out. Yeah? Yeah, today I cash out. Okay. O'rtoqlar bugun yechdim deyapti. Mayli, bir haftada yechganim bo'lsa ham. You can close. Thank you. Yeah, welcome. Yeah. O'rtoqlar ko'rlaring avtomobilni o'zim ham to'g'risi g'alati bo'lib ketdim. 29 yoshli bola. Men bu suhbatdan juda ham ruhlandim Motivated? Yeah, motivated. va umid qilamanki, obunachilarga ham motivatsiya bo'ladi. Yana bir bor vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Sizga kelajakda omad va katta profitlar tilab qolaman. Hamma bizni kuzatib turganlarga ham bunday yutuqlarga erishishlikni tilab qolaman. Yeah, thank you. Thank you for your time. Welcome. Yeah. O'rtoqlar, videoni tarjima qilib qo'yamiz. Ko'rib borasizlar. Shu videodagi bola 500 minglik avtomobil plus 120 minglik Mercedes u ham. Shunaqa avtomobillarni olish uchun bu trader oyiga necha pul topadi? 29 yosh. Kommentariyaga necha pul topishini taxmin qilib yozinglar. Rahmat. Motivatsiya olinglar videodan. Hali bular chempion emas. Yana ham chempion legenda traderlar bor Malayziyada. Ular bilan ham intervyu qilamiz. Videolarni ko'rib boringlar, bu podkastga obuna bo'lib, o'rtoqlarga tarqatinglar.